Bugungi videoyimiz betonlar haqida bo'ladi. Qanaqangi narxlarda, qanaqangi o'sha qurilish jarayonlarini Baxtiyor aka usta bilan gaplashamiz. Bugun biz bilan usta tog'alar. Baxtiyor aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sog'lik yaxshimi? Kelasizlarmi? Bugun obunachilarimizga sement qurishlikda nimalarga ahamiyat berishlikda videosini qo'yib bersak, ajoyib manfaatli bo'ladigan bo'ladi. Biz bu joyimizda beton ishlarini tugatdik. Bugun oxirgi kunimiz hisobda. Hozirgi kunda betonlarimiz badushka beton bir silo quyib berdik. Hozirgi kunda eng trendga chiqayotgan kotej forma deb qo'yamiz. Ko'pchilik Toshkent forma deydi. Shunaqa uy qilib berganmiz. Uzunligiga 13 quruq, eniga 1240 sm joyga joylashtirdik. Ofshi chekimiz 6 sotkga. Yo'limizdan 11 metr ichkariga qilib solib berdik. Mana shu yerdan kirish qismi uyimizni. Darvozaxonamiz hisobdan. Bu darvozaxonani devorligi uchun 40 sm quyganmiz. Bu batdan kiriladi-da. Batda ikkita ustun bo'ladi. Ba'zi birlar ustun qo'ying deydi, ba'zi birlar ustun qo'ymang deydi. Agar darvozaxonaga ustunsiz qilib bering deysa, hozirgi kunda konteyner mahsulotlardan hali firmalar to'qilyapti. O'shalar 12 metrgacha to'ttali qilib to'qib darvozaxonali qilib yopib berilyapti. Kimdir ustun qo'yib bering deydi, batga ikkita rem ustun qo'yilar ekan. Xo'p, darvozaxonamiz yana 4 metr. Batdan kiriladi. Kirganimizda asosan bunaqa uylar nimaga moddalashayotgani bizda hozirgi qishloq sharoitida gazimiz, svetimiz yo'qligi uchun endi hali hamma yo'q, svetga bog'liq bo'lib qoldi. Tejamkorroq uy hisoblanyapti. Oldingi uylarimiz bunaqasiga 3 xona ayvonli bo'lib tushgan. Endi hozirgi kunda kotej formasi bo'lyapti. To'rt burchakda masalan bitta uyingizni bitirmoqchi bo'lsangiz ham to'liq bitadi. To'rt burchak bitirasiz, uyingiz bo'ldi. Boshqa remont qilmaydi. Mana shu joydan kiriladi. Batdan teshik, batdan teshik. Bu ham issiq suv ushalgani qilingan. Batdan kirishimiz kimdirlar zal deydi, kimdirlar xo'r deydi. Mana shu xo'r. Batda 3 xona uyimiz bor. Qo'l qismi. Koridorga o'tiladi. Koridordan yana 3 xona uyimizga kiriladi. Koridorimiz yana 2 metr. Uylarimiz standart. Bu uyimizni sal baquvvatroq qilingan, keyinchalikka ikki etajli qilib yuborishi mumkin ekan. Birinchi qavat bitgandan keyin mablag'ga qarab. Shuning uchun betonlarimiz, armaturalarimiz 40 ga 40 qilib chiqarildi. Sababi baquvvatroq quyiladi. Tepaga filta bosib, ikkinchi etajni davom ettirish mumkin. Bu joyimizda hammom va hojatxona. Bu shu uyning ichida chiqmasdan yashasa ham bo'laveradi. Bunaqa komfort sharoit qo'ygan. Betonlarimiz narx-navolarga keladigan bo'lsa, padushkamizni chuqurligi 40 sm, eni 80 sm, 1 metri 75 ming so'm quyilyapti. Betonimiz ust qismi bo'lsa, apalavkamiz balandligi 70 sm. Shuni to'ldirib qo'yishimiz 75 ming so'm. Apalavka, mishalka, ketmon, kurak hamma yo'g'imiz bor. Yana obunachilaringizga, barcha qadrdonlarga, uy qurmoqchi bo'lgan aka-ukalarga bir foydali ma'lumot berib o'tib ketay. Sizning uyingiz masalan yo'ldan sahningiz chuqurroq. Buni ko'pchiligimiz turpoq tashab turib, suv to'ldirib, keyin qatartirib quyishyapti. Meni shaxsiy fikrim u noto'g'riga o'xshab qolyapti. Chunki turpoqni tashab, yo'l bilan teng qilib turib, o'shani qatartirib turib, keyin o'sha qatigan joyini biz padushka ko'ylash uchun lapatigida olib tashab, shunaqa yerni eski holatiga olib kelib qo'yyapmiz-da, keyin padushkani qo'yyapmiz. Qatirib turpoq tashab qatirganingiz sizga effekt bermaydi, sizga ortiqcha rasxod bo'lib qoladi. Keyin yana ba'zi bir akalarimiz sahnam pastroq deb turib 40 sm 2 silo 3 silo quyib qo'yyapti. Tagi padushka bo'lib qolaveradi deyapti. U ham shaxsiy fikrim xato deb o'ylayman, chunki uyda padushkasi betondan ajralib turishi kerak. Eniga enliroq, baquvvatroq qilib quyilishi kerak. Masalan, xuddi shunaqa. Masalan, sizning yeringiz sahningiz chuqurroqmi? Xuddi shunaqa qilib yerni sahnaning ustiga qo'yavering. To'ldirilgandan keyin turpoq tashaysizmi, sheben tashaysizmi,
shu bilan teng bo'lib padushkangiz chiqqan holati yo'qolib ketadi, betoningiz o'zi qoladi. Yo'lda Katlab qilib turib qilinsin deyapsizmi hozir? yo'q, shunaqa yer yuzasiga quysa ham bo'laveradi. Shunaqa ishni ko'paytirmasdan-da siz buni turpoq tashlaysiz, mana shu bo'yi qilib, suv quyib qatirtirib, yana ko'ylaysiz, yana xuddi shu ahvol bo'ladi. Tushunali. Yana shunaqa narx-navolarni aytdik. Tepasi buni 2 qavatliligi uchun sal baquvvatroq qilingan. Padushkaga 6 talik, tepasiga 4 talik armatura to'qib tashlaganmiz. 14 lik, 12 lik, 16 lik yerni qatlamiga qarab armaturani foydalanaverasizlar. Uni ustalar o'zi biladi. Bizning ma'lumotimiz bilmaganlar uchun. Karkasda ham o'sha bu joyimizda endi hamma uy egasini cho'ntagi, pulidan, mablag'dan kelib chiqib quyiladi. Iloji boricha padushkaga tosh ishlatmaylar. Tepasiga endi ekonom variant desa, bir qavatlilar bo'lsa, ancha-muncha tosh ishlatsa bo'ladi. O'zi iloji boricha tosh ishlatmaganingiz ma'qul. Betonni uyni ko'tarib turadigan narsa shu beton bo'ladi. Mana shu uyingizni betonini, padushkasini baquvvat quysangiz, yaza bo'limi, pena bo'limi, pishgan g'ishtmi, paxsami, u tepadagi narsa ahamiyatsizroq bo'lib qoladi. Shuning uchun mana masalan, shu ikkita armatura chiqarganmiz. Bittasini olib tashlasangiz bo'laveradi tepasiga. Chunki uni ziyoni yo'q deb o'ylayman bir qavatli uylarga. 2 qavatli bo'lsa turgani ma'qul. Xo'p, shunaqa qadrdonlar. Buni narx-navolarni aytdik. Bunga padushkaga ham tepasiga ham tosh ishlatmadik. Tosh ketmadi. Zakasi, tosh ishlatmasdan quyib berdik. Lekin tosh ishlatsa ham bo'laveradi o'zi aslida. Asli bo'lmaydi, lekin tosh ishlatishdan maqsad uyda egasiga misol 10 tonna semun ketadigan joyga 5 tonna, 6 tonna semundan puldan tejash. Yutishligi uchun, tejashligi uchun. Masalan, 50-60 sm beton quysangiz, tosh ishlatmaganingiz ma'qul. Chunki hozir toshlarimiz ham qimmat bo'lib ketdi. 1,5 million, 2 millionga bir mashina tosh olsangiz, undan semun metr olib quyganingiz qirqroq bo'lib qoladi. Biz yana bitta podval qilganmiz. Podvalni ham ko'rsatib qo'yamiz. Shunaqa joylarimiz toshli qattiq joylar. Yana o'rnashi yaxshi. Toshli joylarga mana ko'rinishlari 50 santimetrdan keyin shag'al toshlar chiqyapti. Shunaqa joylarga padushkani, armaturasini yengilroq qilib tashlasangiz bo'laveradi. Chunki joylarimiz qattiq. Qattiq o'zi zichligi yaxshi. Agar turpog'i bo'sh turpoq zak bo'ladigan bo'lsa, armaturani baquvvatroq tashlash kerak. Podvalimiz uzunligi 7 metr, eni 4 metr, balandligi 210 ga to'xtatilgan. Bu uyda egasini haligi nima deydi, zakasidan kelib chiqib berilaveradi. Agar mabodo yeringizdan suv chiqib, nam chiqmasa, chuqurroq qilsangiz ham bo'laveradi. Hozir pilta bosib, tagidan steyshga quyib bo'lganimizdan keyin sof balandligi 210 sm qoladi. Xo'p, yana bitta ma'lumot aytib o'tib ketay. Buni balandligi 3 metr bo'ladimi, 4 metr bo'ladimi? Mana shu bir soat bu podvalning afzallik tomonlari qishda uy qilib yashasangiz ham zo'r bo'ladi. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Faqat chuqurroq qilish kerak. Ko'pchiligimiz yerdan suv chiqib ketganligi uchun yerni yuzasiga podval qilinyapti. U faqat issiq bo'lib qoladi yer yuzasida bo'lgani uchun. Qancha yerni pastiga ko'ylab qilinsa, podvalligi o'shanda effekt beradi. Shunaqa qadrdonlar. Videolarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, xizmatlar bo'lsa ham telefon qilaverasizlar. 24 ga 7 ishlaymiz. Joningiz